Assalomu alaykum. Bizni qo'llab-quvvatlab kelayotgan, kommentariyada o'z fikrlarini yozib qoldirayotgan aziz obunachilar va bobo dehqonlar. Bugun 7-iyun sanasi, 2026-yil 7-iyun sanasi o'zimizning bog'imizdan videorolik qilyapman. Bugungi videorolik chiqarishimizdan maqsad uzumlarning donlarini yiriklashtirish, ya'ni kattalashtirish. Bugun xudo xohlasa xorazmchasiga emas, adabiychasiga emas, vodiychasiga emas, dehqonchasiga gaplashamiz. Ko'p talab tushyapti, xorazmchaga gapiring deb, shuning uchun dehqonchasiga gaplashamiz bugun. Jaydalasiga. Donlarni yiriklashtirishimiz uchun eng avvalo nima qilishimiz kerak? 4 ta sharti bor. Uzumning sifatli, katta donli qilib, yirik donli qilib yetishtirish uchun 4 ta sharti bor. O'sha 4 ta shartiga amal qilsak, siz ham sifatli, yirik donli, yirik mevali uzum yetishtira olasiz. Birinchi sharti shundan iboratki, erta bahor uzum ochganimizda mana shu uzumni erta bahor tuproq bilan ko'miladi, bizda qishda tuproq bilan ko'miladi. Erta bahor ochganimizda bu uzumimizga asosiy sevadigan ozuqasi go'ng, olmaqpos berishimiz kerak. Iloji bo'lsa tuproqqa qorib yuborishimiz kerak. Birinchi sharti shundan iborat. Ikkinchi sharti uzumimizni suv ochganimizda, ozuqani berib suv ochganimizda kamida bir qarish 20 sm chiqadi. Bir qarish cho'nqirlikda suv ochish kamida. Bu ikkinchi sharti. Ko'p odam 2 barmoq, 3 barmoq sug'oradi. Iloji bo'lsa kamida shu bir qarish, ya'ni 20 sm chuqurlikda sug'orishimiz kerak. Kamida oyiga 2-3 marta sug'orsak bo'ladi. Erta bahor ko'proq sug'orishimiz kerak. Ayniqsa unumdor emas yerlar ko'proq suv ochish kerak. Yerni qondirib sug'orishimiz kerak. Uchinchi sharti uzumni to'g'ri xomtak qilish. Bahorda xomtak qilganimizda mana shu yirik novdalarni qo'yishimiz kerak. Yirik meva solgan yirik novdalarni qo'yishimiz kerak. Mana bu yirik novda qo'ysak, mevasini yaxshi oziqlantira oladi. Mana bu donlari oziqqa yetib kelgandan keyin donlari yirik bo'ladi. Bu uzumlarimizga hech qanaqa gibridni urmaganmiz yoki hech qanaqa yiriklashtiruvchi vitamin urmaganmiz. To'rtinchi sharti shundan iboratki, mana bu uzumlarimizni iloji boricha juda ochib tashlamasdan, kun tushmaydigan qilib, juda ham qaproq qilmasdan salqinda saqlash. Ularni salqinroqda saqlasak, donlar yirik bo'ladi. Mana quyosh to'g'ridan to'g'ri quyosh tushsa, ochiqda qolib ketsa, kun qisadi bularni. Natijada donlar yiriklashmaydi. Hamda mana bu tagini iloji boricha o'tini o'stirmasligimiz kerak. Shunga juda ham ko'p narsa bog'liq. Iloji bo'lsa, o'tini kaltaroq saqlashimiz kerak. Iloji boricha. 4-sharti shundan iborat. O'sha 4 ta shartga rioya qilsak, bizga hech qanaqa gibridin sepish yoki har xil vitaminlar sepish shart emas. Albatta, men o'zim YouTube'ga qo'ygan videolarimni kommentariylarni o'qib boraman. Men asosiy kasbim dehqon. O'sha kommentariylarda yozishyapti, gibridin qilish kerak deb. Ko'p odam fikri shunaqada. Ular noto'g'ri fikr yurityapti. YouTube kanallarida ham ko'raman, ko'p dehqonlar gibridin qilsa donlar yirik bo'ladi deyishyapti. O'zi asosiy mana shu uzum daraxti borku, mana shu uzum daraxti. O'zingiz keng fikrlashingiz kerak. Uzum daraxti asosan uzum emas, o'zi barcha daraxtlar asosan ildizidan oziqlanadi. Mana shu ildizidan oziqlanadi. Mana bu tanasidan oziqlanmaydi. Mana bu mevalardan oziqlanmaydi. Bunga virus tushsa, shunchaki dori sepsangiz, infeksiyaga qarshi ishlashi mumkin yoki kurtga qarshi ishlashi mumkin. Dori sepsangiz. Asosan barcha daraxtlar ildizidan oziqlanadi. Qo'pol qilib tushuntirganda, ularning ildizi og'zi hisoblanadi. Shu yerni iste'mol qiladi ozuqani. Qo'pol qilib tushuntirganda endi. Keyin fikrlagan odam mening fikrimga qarshi chiqmaydi.
Masalan qarang, ildizdan oziqlansa bu. Oddiy o'zingiz ham tushuntiraman. Masalan, siz o'zingiz chanqab turibsiz. Bir kosa suvni ichsangiz chanqog'ingiz qonadimi yoki o'sha suvni yuzingizga sepib olsa, chanqog'ingiz qonadimi? Albatta ichsangiz cho'llaganingiz qoladi, to'g'rimi? Yoki och bo'lganingizda ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, bir kosa sho'rvani ichsangiz, shuni iste'mol qilsangiz qorningiz to'yadimi yoki sho'rvani yuzingizga yo tanangizga sepib olsa, qorningiz to'yadimi? O'zingiz fikrlab ko'ring-da. Menga farq yo'q, gibrilni sepganlar sepaversin-da, lekin to'g'ri gapni aytish kerak. Mening shaxsiy fikrim bu. Men gibrilin degan hech qanaqa vitamin ham ishlatmayman uzumlarning donasi sepmaga. Chunki bular ildizdan oziqlanadi uzumlar. Nafaqat uzum, o'sha daraxtlarning barchasi, ildiz daraxtlarining barchasi ildizdan oziqlanadi. Ularning oziqani oladigan joyi ildizi bo'ladi. Yetishtirib bergan. Mana shu tanasiga oziqani faqat ildiz yetishtirib beradi. Mana bular emas. Shuning uchun uning tanasiga sepavergan barcha vitamin bu yiriklashmaydi. Mana bu tagiga oziqani berishimiz kerak. Bu mening shaxsiy fikrim. O'zingizning fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Nima deymiz? Yana ko'rishguncha bizga like bosing, obuna bo'ling demaymiz. Faqat ko'rishguncha. Sizlarga ozgina bo'lsa ham foydamiz tekkan bo'lsa, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.